Assalomu alaykum. Kanalimizga xush kelibsiz. Siz bilan eng so'nggi sport yangiliklarini yetkazib beruvchi FIFA 90+ kanali. Tarixiy imkoniyat. O'zbekiston Osiyo Kubogi mezbonligi uchun da'vogar. Osiyo Futbol Konfederatsiyasi (OFK) 2031 va 2035-yilgi Osiyo Kubogi mezbonligi uchun arizalarni qabul qilish jarayoni yakunlanganini e'lon qildi. Eng quvonarlisi, O'zbekiston ilk bor ushbu nufuzli musobaqani qabul qilish uchun rasman da'vogarlik qilmoqda. OFK prezidenti Shayx Salmon bin Ibrohim Al-Xalifaning tashabbusi bilan 2031 va 2035-yilgi qit'a birinchiliklari mezbonlari bir vaqtda aniqlanadigan bo'ldi. Osiyo Kubogi 2031 mezbonligi uchun nomzodlar Avstraliya, Hindiston, Indoneziya, Janubiy Koreya, Kuvayt hamda qo'shma ariza bilan O'zbekiston, Tojikiston va Qirg'iziston davlatlari. Shuningdek, 2035-yilgi musobaqa uchun Avstraliya, Yaponiya, Janubiy Koreya va Kuvayt kabi davlatlar alohida qiziqish bildirgan.